Assalomu alaykum. Fizika nurdan obunachilari. Hop, 2 hafta oldin qo'ygan ekanman videoni, ko'p ishlar bilan bo'lib video qo'ya olmadim. Hop, demak 3-darsimiz boshlaymiz. 30-masala. A racing car traveling with constant acceleration increases its speed from 10 meters per second to 50 meters per second over a distance of 60 meters. How long does this take? Yani constant acceleration bu o'zgarmas tezlanish bilan harakatlanayotgan poyga avtomobili 60 metr masofada o'z tezligini deyapti 10 dan 50 gacha oshirdi. Bunga qancha vaqt ketgan? How long does this take? Ya'ni bu qancha oladi deganda, bu aslida o'zi qancha oladi, qancha vaqt oladi. Long degan mana bu vaqtga nisbatan aytilar ekanda bu. Take oladi. Bu qancha vaqt oladi? Demak, biz bilamiz, o'rtacha tezlik topsak bo'ladi. Boshlang'ichga oxirgini qo'shib 2 ga bo'lamiz. Teng necha chiqadi? 30 chiqadi. Va vaqt topish uchun o'sha masofani o'rtachaga bo'lamiz. Ya'ni 60 ni bo'lamiz 2 ga, 30 ga. Javobimiz 2 chiqadi. Ya'ni A javob. Lekin kitobda B javob ko'rsatilgan, lekin B javobga men to'g'risi har xil qilib ishlab ko'rdim. B javob 4 sekund chiqmaydi-da. 2 sekund chiqadi. A javob chiqadi javobimiz. Keyingisi. A car starts from rest and goes down a slope with a constant acceleration of 5 meters per second quadrat. After 5 seconds, the car reaches the bottom of the hill. Its speed at the bottom of the hill in meters per second is, ya'ni metr per sekund degani bu bilamiz. Sekundiga necha metr, ya'ni tezlikni so'rayapti. Tinch holatda harakatni boshlagan avtomobil 5 o'zgarmas tezlik bilan, tezlanish bilan qiyalikdan pastga tushmoqda, ya'ni hill degani qiyalik. Xo'p, 5 sekunddan keyin avtomobil tepalikning pastki qismiga yetib keldi, ya'ni bottom of the hill, ya'ni bottom of the degani bu pastki qismi. Uning tepalik etagidagi tezligini topishimiz kerak. Mana bitta bottom of the hill, ya'ni tepalikning pastki qismi. Xo'p, bilamizki tepalikdan pastga tushsa jism borgan sari tezlashib boradi. Ya'ni tezlanuvchi harakatda bo'lamiz buni. Teng noldan, katta noldan. Ya'ni bu yoqdagi tezligi bu yoqdagidan kichik bo'ladi. Ya'ni bu yoqda v1 desak, v0 deylik. Hamda v1, v0 o'zi. V teng v0 plus at degan formulani ishlatardik bunga. Bo'ldi, mana shundan chiqadi. Ya'ni v0 0 ga bormi bu yoqda v0 yo'q. Ya'ni tinch holatdan v0 0 ga teng. Bo'ldi, tushunarli. A ko'payganda bo'lar ekanda 5 kara 5. Ya'ni 25 metr taqsim sekund. Javob. Hop, a car moving is an initial velocity of 25 meters per second north has a constant acceleration of 3 meters per second quadrat south. After 6 seconds, its velocity will be, yani hop, initial velocity degani bu boshlang'ich, boshlang'ich tezlik bilan north, ya'ni shimol. North, south. Shimol, hop, shimolga ketyapti north. Ya'ni o'zi shimolga ketyapti, ya'ni v bilan shimol bu yoqqa deydigan bo'lsak 25 bilan ketyapti. Lekin tezlanishi janubga, ya'ni qarama-qarshi tomonga tezlanish. 3 metr taqsim sekund kvadrat. Biz bilamizki, tezlanish va вообще marasi bo'lib ketdi-ku. To'xtanglar, mana hozir o'chirib turishdim.
Ya'ni bu aytmoqchiki, tezlik bilan tezlanish yo'nalishi teskari deyapti. Bittasi shimolga yo'nalgan tezligimiz, lekin janubga tezlanish yo'nalgan bo'lsa deyapti. 6 sekunddan keyin tezligini topishimiz kerak endi. Va buni topish bo'lmasa, sekinlanuvchi harakatda bo'lamizki buni. Buni minus a bo'ladi. Tamam. Ya'ni v 0 o'rniga 25, a o'rniga 3 ko'paygan 6. 18 ni ayirsak 7 bo'ladi. 7 bo'ladi va oldingi, ya'ni north bo'ladi. Javob. To'g'rimi? Ha. Hop, keyingisi an object with an initial velocity of 12 meter per second experiences a constant acceleration of 4 meter per second quadrat west for 3 seconds. During this time, the object travels a distance of, ya'ni yana shu boshlang'ich tezlik bilan harakatlanyapti. 3 sekund davomida g'arb yo'nalishida 4 metr per sekund kvadratga o'zgarmas tezlanish oldi. Shu vaqt ichida jism qancha masofani bosib o'tgan? G'arb yo'nalishida, ya'ni g'arb, misol uchun olaylik, mana shu yo'nalish x g'arb olaylikda. Ikkalasi ham g'arbga, ya'ni v0 ham g'arbga, a ham g'arbga. Va teng shunda v0 plus a bo'ladi. Mana shu narsani aytmoqchi bo'lyapti. Ikkalasi yo'nalish bir xil bo'lsa. 12 plus 3 kara 4 24 bo'ladimi shunda? Yo'q. Masofani topish kerak ekan bunga. Oxirgi tezligini topmayman. Masofani topmoqchi bo'lsak, v0 plus a kvadrat taqsim 2 dan topamiz. Bo'ldi, tamom, osongina. Xo'p, v0 12, 3imiz 36. 36 ga qo'shamiz 2 kara 9 18 ni. Shunda necha bo'ladi? 3 kara 18 54 bo'ladimi? 54 bo'ladi. Javob. How far does, and 34. How far does a car travel in 6 seconds if its initial velocity is 2 meter per second and its acceleration is 2 meter per second quadrat in the forward direction? Ya'ni boshlang'ich tezligi 2 metr per sekund va oldingi yo'nalishdagi tezlanishi 2 bo'lsa, avtomobil 6 sekundda qancha masofani bosib o'tadi degan masala ekan. 6 sekundda qancha masofani bosib o'tadi? Xo'p. Ya'ni tezlik bilan tezlanish yo'nalishi bir yo'nalishda. 16 plus a kvadrat taqsim 2 dan chiqadi, bo'ldi. Oson ekanda bu masalalar. Endi osonlari ham bor. 2 kara 6 plus 2 bilan 2 qisqarib ketadi, 36. 48 bo'ladimi shunda? 12 bo'lsa, javob. At a stoplight, a truck traveling at 15 meter per second passes a car as it starts from rest. The truck travels at constant velocity and the car accelerates at 3 meter per second quadrat. How much time does the car take to catch up to the truck? Tarjimasini qaranglar, buni juda ko'p. Svetofor yonida 15 km tezlik bilan harakatlanayotgan yuk mashinasi joyidan endi qo'zilayotgan yengil avtomobil yonidan o'tib ketdi. Yuk mashinasi o'zgarmas tezlik bilan, yengil avtomobil esa shuncha o'zgarmas tezlanish bilan harakatlanmoqda. Yengil avtomobil yuk mashinasiga yetib olishi uchun qancha vaqt ketadi? Xo'p, tushunarli. Xo'p. Yetib olishi uchun degani uchun S1 S2 ga tenglaymiz. Xo'p, biroz inglizcha bilan tarjima qilaylik. Svetofor degani bu stoplight. Stoplight mana shu svetofor degani tarjima qilinadi. Truck bu bilamiz, yuk mashinasi. Passes qo'zalayotgan manimcha bu. Passes yonidan bu. Passes a car as it starts from rest. Ya'ni yonida o'tib ketdi, endi qo'zalayotgan, joyidan qo'zalayotgan mashinaning yonida.
How much time does ketchup? Ya'ni yetib olishi, ketchup degani bu yetib olish uchun. Xo'p, shu nimalarni tenglaymiz? Masofalarni bittasi o'zgarmas tezlik bilan, bittasi o'zgarmas tezlanish bilan, ya'ni v kara t teng bo'ladi a t kvadrat taqsim 2 da bo'ldi. Mana shu yerdan t ni topamiz. T'lar bittasi qisqarib ketadi va t ni topsak 2v taqsim a degan formula kelib chiqadi. 2v imiz 30, 3 ga bo'lsak 10 sekund bo'ladi. Tamom. B javob. Keyingisi, a ball in free fall, its acceleration is a downward during ball's ascent and descent. Ascent. Downward during ascent and upward during descent. Upward during ascent and downward during descent. Upward during both ascent and descent. Downward at all times except at the very top. When it's zero. Yani kaptok erkin tushmoqda, havoda harakatlanmoqda, uning tezlanishi yuqoriga ko'tarilishda ham, pastga tushishda ham pastga yo'nalgan. Xo'p, qaraymiz, qaranglar mana downward during bows. Downward during bows, qaranglar mana bows mana so'z. Ya'ni pastga yo'nalgan ikkala holatdagi ham, bows degani bu ikkala holatga ham to'g'ri keladi. Ascent and descent degani menimcha ham yuqoriga, ham pastga. Downward during ascent and upward during descent, ya'ni bu degani ascent degani past tepaga yo'nalishda pastga yo'nalgan, lekin pastga yo'nalishda tepaga yo'nalgan deyapti. Tezlanish yo'nalishini. S javobda yuqoriga ko'tarishda yuqoriga, pastga tushishda esa pastga. Xo'p, xullas A javob bo'ladi. Sababini aytaman sizlarga. J borki, erkin tush tezlanish. Har doim pastga yo'nalgan ekan. Chunki yer pastda, tortishda ham pastga. Keyingisi, a ball is in free fall upward is taken to be the positive direction. The displacement of the ball during a short time interval is a positive during both ascent and descent, negative during both ascent and descent, negative during ascent and positive during descent, positive during ascent and negative during descent. Ijod. None of the above. Ko'ptok erkin tushmoqda, yuqoriga yo'nalish musbat deb olinadi. Kaltagina vaqt oralig'ida, mana shu yerda qisqa vaqt oralig'ida ko'ptokning ko'chishi. Xo'p, qaraymiz. Tepadan pastga birinchi holatda mana qaranglar. Tepadan pastga yo'nalsa ko'chish topamiz. Ko'chish bilamiz, oxirgi holatdan boshqa holatga olish. Bu manfiy bo'lib ketadi hozir. Xo'p, agarda ikkinchi holatda pastdan tepaga bo'lsa, keyingi holat h, oxirgi holat 0. Bu musbat. Demak, tepaga ko'tarishda musbat, pastga ko'tarishda manfiy. Mana shu javob. Yuqoriga ko'tarishda musbat, pastga ko'tarishda manfiy mana. A baseball is thrown vertically into the air. The acceleration of the ball at its highest point is, ya'ni baseball ko'ptogi tik ravishda havoga otilib, ko'ptogining eng yuqori nuqtasidagi tezlanish. Tezlanish hech qachon 0 bo'lmaydi, bilamiz. Har doim 0 dan farqli bo'ladi. Eng tepaga ko'taryapti, chalityapti-da, qaranglar mana. Eng tepada mana shu misol uchun, mana shu eng tepada tezligimiz 0 bo'lishi mumkin. Lekin tezlanish baribir ham j ga teng-da, tushunarli? Mana. Qaysi javob bo'ladi? Pastga mana. B. Chunki j har doim pastga yo'nalgan-ku. J javob down. Down pastga. Hop, which one of the following statements is correct for an object released from rest? Ya'ni tinch holatdan tashlab yuborilgan jism uchun quyidagi fikrlardan qaysi biri to'g'ri?
The average velocity during the first second of time is 4.9 meter per second. Yani birinchi sekund davomida o'rtacha tezlik shunga teng. Ya. Birinchi sekund davomida o'rtacha tezlik ham bo'lishi mumkin. Xo'p, during each second the object follows 9.8 meter. Har bir sekund davomida jism 908 metr masofani bosib o'tadi. Hop, C. The acceleration changes. Yo'q, bu javob changes, yani o'zgaradi deyapti. By 9.8 meter per second quadrat. Every second, yani har sekundiga shunchalik o'zgaradi. Yo'q, xato. The object falls 9.8 meter during the first second of time. Yani jism harakatini birinchi sekundda 9.8 metr masofaga tushdi. Yo'q, bu ham xato. Hozir isbotlab beraman. E. The acceleration of the object is proportional to its weight. Yani jism tezlanishi uning og'irligiga proporsional bo'ladi. Birinchi sekund davomida o'rtacha tezlik deyapti, qaranglar. V teng yana. Xo'p, sal ozgina yozuvimiz. Xullas, V teng Z-ku. Birinchi sekundda 908 bo'ladi, 908. O'rtachasini topmoqchi bo'lsak, 2 ga bo'lamiz. Mana shuni 4.9. Bu javob to'g'ri. Endi boshqalari xatoligini isbotlab beramiz. Qaranglar, har bir sekundda davomida jism masofani bosib o'tadi. Yo'q, xato. Chunki mana qaranglar, j kvadrat bo'lsa, birinchi sekundda mana bunga 1 qo'yadigan bo'lsak, hozir mana 4.9 chiqadi. Chunki jimiz 908 ku, bu xato. Tezlanish har sekundda yo'q, o'zgarmasligini hammamiz bilamiz. Jism harakati birinchi sekundda masofaga tushadi. Yo'q, bu ham xato, chunki 4.9 chiqadi. Jism tezlanishi uning og'irligiga proporsional. Yo'q, og'irligiga proporsional emas. Hamma jism z bilan tushadi. Bo'ldi, tamom. Javob to'g'ri. Tushunarlimi? 40 ga o'tdik. A freely falling body has a constant acceleration of 9.8 meter per second quadrat. This means that, ya'ni nimani anglatadi deyapti-da. Ikkinchisi. Hozir boya aytganimiz, the body falls 9.8 meter during each second. Bu xato. Ya'ni jism har bir sekund davomida shu 908 metr masofaga tushadi. Xato. Xo'p, the body falls 9.8 meters during the first second only. Jism faqatgina birinchi sekundda davomida shunchaki masofaga tushadi. Bu ham xato, chunki 4.9 chiqadi. The speed of the body increases by 9.8 meter per second during each second. Yani jismning tezligi har bir sekundda 908 ga ortadi. Bunga qo'shilaman men, chunki v teng v0 plus z-ku. Ortadigani mana shu z bilan bog'liq. Mana shu javob to'g'ri deb olib turamiz. Buni ham tekshiraylik. The acceleration of the body increases by 9.8 meter per second quadrat during each second. Yo'q. Ya'ni jismning tezlanishi har sekundda ortadi. Yo'q, bu ham xato. Ortishi mumkin emas. Bir xil z bilan. The acceleration of the body decreases by 9.8 meter per second quadrat during each second. Yani jism tezlanishi har bir sekundda shunga kamayadi. Bu ham xato. Demak, javobimiz C javob bo'lar ekan. Keyingisi. Xo'p, an object is shot vertically upward while it is rising. Yani jism tik ravishda yuqoriga otildi. U yuqoriga ko'tarilganda vaqtda uning tezligi ham tezlanishi ham yuqoriga yo'nalgan bo'ladi. Yo'q, bu xato. Chunki tezlanish pastga. Its velocity is upward and its acceleration is downward. Bu to'g'ri mana shu. Xo'p, C. Its velocity and acceleration are both downward. Yani pastga yo'q, xato. Its velocity is downward and its acceleration is upward. Teskarisi bu xato. Tezlanish pastga, bu tepaga deyapti. Its velocity and acceleration are both decreasing. Yani decrease kamayib boradi. Yo'q. Tezlanish o'zgarmas, tezlik kamayib boradi, to'g'ri. Tezlanish o'zgarmasligi bu ham xato. Demak, bu javobimiz to'g'ri bo'ladi. An object is thrown straight up from ground level with a speed of
t meter per second if g equal 10 meter per second quadrat, its distance above ground level 1.0 second later is, ya'ni jism yer sathidan 50 metr tasma sekund tezlik bilan tik yuqoriga otildi. 1 sekunddan keyin uning yer sathidan balandligi qancha bo'ladi? Ya'ni h teng 0 minus z kvadrat taqsim 2 bo'ladi. Tamam. Mana shundan 1 qo'yadigan bo'lsak 50 ga ayiramiz. 5, 45 chiqadi. B javob. Keyingisi. An object is thrown straight up from ground level with a speed of 15 meter per second if g equal 10 meter per second quadrat, its distance above ground level 6.0 second later is, ya'ni jism yer sathidan 50 tezlik bilan tik ravishda otildi. Straight up. Xo'p, agar g 10 bo'lsa 6 sekunddan keyin uning yer sathidan balandligi qancha bo'ladi? Qaranglar, mana 6 sekunddan keyin o'zi jism qayerda bo'ladi? Sizga savol. 50 bilan otilgan jism biz bilamizki 5 sekund davomida ko'tariladi. Mana shu yerga 5 sekund ketadi. Ana u keyin 1 sekund davomida pastga tushayotgan bo'ladi. Mana shu qaranglar. 1 sekund vaqtda pastga tushayotgan bo'ladi. Ana shu buni topsak bo'ldi biz. Yoki mana bu yerdagi h topsak bo'ldi mana. Shidagi h topsak bo'ldi. Yoki da 4 sekunddagi jism ko'tarilish balandligini topsak ham bo'ladi. Chunki 5 sekundda ketadi-ku. Bu yoqqa ham baribir chiqishda ham 5 sekund, tushishda ham 5 sekund. 1 sekund bu yoqda qolsa, bu yoqda 4 sekund. Ya'ni bu yoqdagi 4 sekund, bu yoqdagi 4 sekundga teng va ko'tarilish vaqti 4 sekunddagini topaylik uni. 50 ko'paygan 4 ayiramiz. 10 ko'paygan 4 kvadrati bo'lingan 2 teng 200 ayrilgan 162 80 120 chiqadi. Ya'ni javobim yo'q. Xo'p. Qayerda xato qildik? O'zi none of these ekan javob. Ya'ni hech biri to'g'ri emas. Tushunarlimi? Hop, at a location where g equal 9.80 meter per second quadrat, ya'ni 908 da bo'lsa ham bo'lardi. Shu yozilgani bo'yicha an object is thrown vertically down with an initial speed of 1 meter per second. After 5 seconds the object will have traveled. Erkin tushish tezlanishi shunga teng 1 metr tasma sekund boshlanish tezligi bilan tik yuqoriga pastga otildi. 5 sekunddan keyin jism qancha masofani bosib o'tadi? Xo'p, h teng pastga otilgan bo'lsa plyusli bo'ladi. 0 plus z kvadrat bo'lingan 2. Formulani tushuna olasizlar o'zlaringiz. Sal murakkab bo'lyapti mishkada yozish. To'g'risi. O'shaning uchun planshet olguncha sabr qilamiz. Xo'p, buni o'rtamiz nechi? 5, chunki 1 dan 5 ga bo'lsa 5 plus 5 da ko'paygan 25, 125. 130 chiqadi javob. Javob topam? Yo'q. Biz 10 deb olib ketdik 908 ni. O'shaning uchun 130 dan sal kamroq. Ya'ni 127.5 bo'ladi. Tushunarlimi? 130 yo'q. Javobda 127.5 bo'ladi. Javob shunda. Hop, keyingisi, an object is thrown vertically upward at 35 meter per second, taking g equal 10 meter per second quadrat. The velocity of the object 5 seconds later is. Jism tik ravishda 35 tezlik bilan yuqoriga otildi. Agar 10 bo'lsa, j deyapti 5 sekunddan keyin jism tezligi qancha bo'ladi? Xo'p, qaranglar mana. Jism otildi 50 bilan. O'zi uchish vaqti qancha buni shuni hisoblaylik. 35 bilan otilibdi, uzr. Uchish vaqti bilamizki 3,5 sekund bo'ladi. Tepaga chiqib 0 bo'ladi shu yoqda tezligi. 3,5 sekunddan.
ana 0 bo'lgandan keyin mana shu yerdan tushib boshlaydi pastga qarab. Necha sekund? 1,5 sekund ketadi. Chunki 5 sekund jami. Mana shu yerdagi v ni topishimiz kerak. Jism 0 dan mana qaranglar, v0 0 bo'lsa, 1,5 sekunddagi tezligini topishimiz kerak, tezlik. Jism bo'ldi. Ya'ni v teng gt, ya'ni t ni o'rniga 1,5 qo'ysak 15 chiqadi. Tushunarlimi? Ya'ni C javob bo'ladi. To'xtanglar, C emas ekan, to'xtanglar, mana xato ko'rdingizmi? Apni belgilayapman. C 15 bilan tepaga yo'q, 15 bilan pastga ketayotgan bo'ladi. Tushunarlimi? Pastga, tushunarlimi? Pastga tushadi bu 5-sekundda. Chunki 3,5 sekunddan keyin pastga tushib boshlaydi-da bu aslida o'zi. Xo'p, e'tiboringiz uchun rahmat. Shu bilan oxirgisi edi bu. 15 ta masaladan qo'yib boryapmiz. 30 minut ketib qolyapti videoga. Yozish qiyin bo'lyapti. Menimcha shunga ko'proq vaqt ketib qolyapti. Hop, sabr bilan ko'rib, tomosha qilib bir o'rgangan bo'lsangiz xursand bo'lamiz, albatta. Rahmat e'tiboringiz uchun. Grega tayyorlanayotgan yaqinlarga jo'natib qo'ysangizlar, albatta bilim ulashgan ham savob qilamiz. Yaxshi bo'lar edi. Biz ham shundan motivatsiya olib, Xudo xolasa tanishganlar ko'p bo'lsa, motivatsiya olib ko'proq video chiqarishga harakat qilamiz, nasib bo'lsa. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan Fizika 0 dan kanali admini bo'ldi.